Eldor Shomurodov assist qayd etgan o'yinda Başakşehir yirik g'alabaga erishdi. Turkiya Superligasining 19-turida Başakşehir safarda Kayserisporni ishonchli va yirik hisobda mag'lub etib, ketma-ket 4-bor g'alaba zavqini his qildi. Istanbulliklar bu bellashuvda ham o'z o'yinini nazoratda ushlab, fursat kelganda raqibni jazolay oldi. Quvonarli tomoni, Başakşehir asosiy tarkibida O'zbekiston milliy jamoasi vakillari Eldor Shomurodov hamda Abosbek Fayzullayev maydonga tushdi. Fayzullayev yarim himoyada 81 daqiqa jon kuydirgan bo'lsa, Shomurodov uchrashuvni to'liq o'tkazdi va eng muhimi, jamoasining 3-golda hal qiluvchi pas muallifi bo'ldi. Uchrashuv taqdiriga kelsak, hisob 35-daqiqada ochildi. Zelke penaltidan aniq zarba yo'llab, mehmonlarni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo'limda Başakşehir bosimni kuchaytirdi va 67-daqiqada Chivelek hisobni yiriklashtirdi. 83-daqiqada esa Koshta 3-golni kiritib bahsga nuqta qo'ydi. Bu epizodda Shomurodov assistent sifatida qayd etildi. Natijada Nuri Shahin boshqaruvidagi jamoa ochkolarini 29 ga yetkazib, 6-o'rindagi pozitsiyasini yanada mustahkamladi. Kayserispor esa 15 ochko bilan 16-pog'onda qolib ketdi. Ular uchun vaziyat hali ham xavotirli.